Masalan, Alloh taolo kimimiz nimaga yarashimizni yaxshi biladi. Nima Alloh bizni bilmaydimi? Sinab bilgani. Yo'q, Alloh sinovni bermasa ham o'zi kimimiz nimaga yarashimizni biladi. Bu sinovlar o'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yishligimiz uchun. Masalan, o'qituvchi shunday kirdida, mana 3 tanga 4, mana 2 tanga 5, qolganlarga 3 desa, imtihon qilmasdan turib. Haliga 4 bilan 5 olganlar rozi bo'laveradi. Ona 3 olganlar yoki 2 olganlar nima deydi? Nimaga deydi? Ular ham biz ham imtihonni o'tmadik, nimaga 4, 3 unga, nimaga 2 bizga desa, o'qituvchi aytadi, men senlarni bilaman, bolalar, saviyani bilaman desa, sinamadingiz, adolat bo'lmadi deydi. O'qituvchi biladi, 10 yildan beri o'qitayotgan o'quvchilarini nimaga yarashini. Unga ko'nmaydi bular. Endi imtihon bo'ladi. Imtihon o'quvchilarni kim ekanligini, nimaga yarashligini ko'rsatish o'zlari uchun. Tushunarlimi? O'qituvchi biladi taxminan kim qanaqa baho olishini. Demak, biz ustimizga kelayotgan sinovlar bizni o'zimizga kimligimizni